Bugungi mavzuyimiz bu oldingi hotsimon bog'lan. Oldingi hotsimon bog'lan o'zi nima? Oldingi hotsimon bog'lan bu tizza bo'g'imidagi joylashgan muhim bo'g'lamlardan biri hisoblanadi. Vazifasi tizza bo'g'imini baquvvat, ya'ni barqaror ushlab turadi. Tizza bo'g'imini burilish vazifasini bajaradi. Undan tashqari son suyagini oldinga chiqib ketib qolishdan saqlab turadi. Endi bu uzilishi quyidagi holatlarda amalga oshishi mumkin. Sportda ko'proq bo'ladi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri tizza bo'g'imida kontakt bo'lganda, undan tashqari noto'g'ri sakraganda, noto'g'ri qadam qo'yganda yoki tepadan qanaqadir nagruska bilan tushganda, ya'ni sakraganda tizza bo'g'imidagi oldingi hotsimon bog'lan uzilishi mumkin. Endi simptomlari tizza bo'g'imidagi kuchli og'riqlar paydo bo'ladi va tizza bo'g'imidagi kattashish bilan harakatning cheklanishi bilan. Ba'zida inson o'zi qulog'i bilan charsillagan tovushlarni eshitadi. Endi payda uzilishini 3 ga bo'lish mumkin. Birinchisi paylarning yengil cho'zilishi, ikkinchisi oldingi hotsimon bog'lamining qisman, ya'ni ozgina uzilishi va uchinchisi oldingi hotsimon bog'lamining to'liq uzilib ketishi. Endi paylarning yengil cho'zilishida bemorga ortopedik rejim tavsiya etiladi va to'tir shinalar hamda fizlechinalar buyuriladi. Og'ir, ya'ni to'liq uzilganda bu pay afsuski o'z-o'zidan qattiq tiklanib qolmaydi. Bunday holatlarda bemorga faqatgina operativ davo qo'llaniladi. Agar oldingi hotsimon bog'lan operatsiyasini qilmasa, bemorda tizza bo'g'imidagi nostabillik bo'laveradi. Ya'ni yurganda yoki o'tirganda bemor o'zi aytadi, tizza bo'g'im oldinga chiqib ketib qoladi va og'riq paydo bo'ladi deydi va bunday bemorlar har doim o'tirganda, yurganda yoki biror joydan sakraganda qo'rqadi. Yana shu tizza bo'g'imi, ya'ni son suyagim oldinga chiqib ketib qolishi mumkin deb aytadi. Endi operatsiya qilinmasa, tizza bo'g'imidagi tog'ay qavatlarini yemirib, artrozni kuchaytirib yuborishi mumkin. Hozir sizlar bilan mana shu oldingi hotsimon bog'lamida MRTda qanday ko'rinishlari va uzilsa qanday oqibatlarga olib kelishi haqida to'xtalib batafsil gaplashib o'tamiz. Xo'p, hozir mana oldingi hotsimon bog'lam jarohatini MRTda qanday ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Bemorimiz 97-yil futbol o'ynash natijasida travma olgan. Xo'p, bu rasm tizzani yon tomondan ko'rinishi, ya'ni sagital saqda ko'rinishi, ya'ni mana shu tizza bo'g'imini mana shu yon tomondan ko'rinishda ko'rib o'tamiz, ya'ni sagital, ya'ni tashqari tomonidan ko'ryapmiz hozir. Endi mana bu son suyagi, mana boldir suyagi va tizza qoppog'i. Xo'p, bitta mana oqargan narsalar, ko'snatoklar bor, qisman sinovit bor. Mana bu joyda mana sekin yurgizamiz. Yurgizganimizda xo'p, mana bu uchburchak turgan narsa bu pay, ya'ni lateralniy mensk deyiladi. O'sha menskni bu oldingi shoxi, mana bu tanasi va bu yerda orqa shoxi hisoblanadi. Xo'p, bemorimizda mensklari butun, yaxshi. Xo'p, artrozlari yoshiga xos, kuchli artrozlari yo'q. Mana sekin yuryapmiz, o'rtasiga kelyapmiz suyakda. Mana bu orqa hotsimon bog'lam, ya'ni zikes birikadigan joyi. Endi oldingi hotsimon bog'lam, mana oldingi hotsimon bog'lamni ko'rganimizda normada mana bu yerdan mana bu yergacha tarang turish kerak. Xuddi qorayib turadi, nisbatan oqroq bo'ladi bu zikesga qaraganda, sababi zichligi ozgina yupqaroq hisoblanadi. Lekin afsuski bemorda bu uzilgan, ya'ni mana o'sha haligi o'zini kulta deyiladi, o'sha to'qimasi mana bunday holatda saqlanib qolgan. Normada aytib tushuntirganimdek, shu yerda bo'lib turish kerak edi. Bu sagital preksiyada ko'ryapmiz. Hozir mana sekin yuryapmiz. Endi hozir mana o'rtasidan ketib tizza bo'g'imini ichkari sohasiga o'tamiz, bu sohaga. Mana yurdik. Yurganimizda medialniy mensklari butun, mana uchburchak shaklda. Bu orqa shoxi. Endi orqa shoxida qisman birinchi darajali yirtilish turibdi. Mana e'tibor bersak, oq tochkalar paydo bo'lgan. Bu orqa shoxining qisman yirtilishi, lekin bu bemorga hech qanaqa og'riq yoki qanaqadir artrozga sabab bo'lmaydi. Ozgina, kichkinagina yirtilgan, xavfli emas. Endi bu ko'rinish, ya'ni koronal ko'rinish, ya'ni tizza bo'g'imini to'g'ridan ko'rganimizda ko'rinadigan preksiya hisoblanadi. Xo'p, bu uchburchak narsa, qorayib turgan narsa mensk hisoblanadi. Mana
ko'rganimizda bu chap tizza bo'g'imi mana ikkala tomonda Minsk bo'lagi uchburchak shaklda qorayib turibdi. Norma. Mana hali ko'rsatganimda qisman biroz yirtilish bor. Mana bunda yirtilishlar yo'q. Endi sekin mana tizzani ichki sohasiga ketganimizda mana bu orqa xotsimon bog'lam, Z-kes bog'langan joyi, P-kes bu yerda turish kerak edi. Mana bundoq kelib mashetga birikkan bo'lish kerak edi. Mana bu yerda qora oq tochka bor. Mana shu P-kesi birikkan joyi hisoblanadi. Ya'ni mana sagital kesmada mana bu yerga birikkan joyda uzilgan, shuni hisobidan bu yerda ko'rinmayapti. Mana Z-kesimiz ko'rinib turibdi-yu, qop-qora bo'lib, bunday ko'rinmayapti. Endi T1 sagital preksiyada ko'ramiz, ya'ni yon tomonda. Xo'p, mana kartikallari, ya'ni tog'a qavatlari saqlangan o'zining holatida. Biroz o'sha travmani hisobiga ozgina ezilgan, ba'zida kuchli o'sha sakraganda yoki kuchli udara bo'lganda, oldingi xotsimon bog'lam uzilganda, shu yerda mundosiga oqargan tochkalar paydo bo'ladi. Mana oqargan tochkalar paydo bo'lib qoladi. Bu suyakni ezib qo'yadi shunda. Mana orqa xotsimon bog'lam. Mana bu yerda o'sha oldingi xotsimon bog'lamda uzilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha kulta deyiladi, o'sha qoldig'i hisoblanadi. Artrozlari yo'q. Hop, mana aytganimdek, kichkina oqargan tochka bu medial menskning orqa shoxida qisman yirtilish bor degani. Endi aksial preksiya, ya'ni prямо suyakni tepasida, ya'ni mana bundoq tushib ko'radigan preksiyamiz hisoblanadi. Mana tizza qopqog'i. Mana bu son suyagi, mana ikkala mishilkalarda artroz belgilari yo'q, joyida turibdi, hammasi ideal holatda. Mana medialniy mensk, bu lateralniy mensk hisoblanadi. Mana orqa xotsimon bog'lamda chiqish kerak, chiqqan. Oldingi xotsimon bog'lam bu tomondan kelish kerak, lekin mana izi turibdi, lekin o'zi yo'q bu yerda. Xo'p. Nima qilish kerak? Bunaqa holatda mana uzilgan payda o'rniga oyoqda, misol uchun bu bemorda chap oyog'i bo'lsa, chap oyoq boldir sohasi, ya'ni boldirda pastki qismidan uzun pay mushagi bo'ladi, proneus longus, va uni kaltasi ham bo'ladi, proneus brevis bo'ladi. Uni o'sha olib, mana shu uzilgan payda o'rniga mahkam, ya'ni avtoplastika qilish kerak. Ya'ni bunda bu tomonda pubitsa bo'ladi, ba'zida bu tomonda vint ishlatsa bo'ladi, ya'ni qo'shimchasiga pubitsa ishlatsa bo'ladi. Xo'p, biz ko'proq oldingi xotsimon bog'lam avtoplastikasida Artrix Fiber Tab degan iplardan qo'yib yuboramiz, ya'ni graftni o'ziga. Sababi payda, ya'ni uzilish ehtimoli ancha kamayadi. Juda ham mustahkam bo'ladi chunki u ip.